Dunyoda eng ko'p qorilari bor 5 ta davlat. Menimcha birinchi o'rinda Misr. 6-o'rinda ekan, 1 millionga yaqin qorisi bor ekan. Rasmiy qo'lida qori degan sertifikat. Saudiya Arabiston. 8-o'rinda ekan, 150 mingta qorisi bor ekan. Endi aholiga nisbatan bu o'rtacha. Pokiston. Pokiston 1-o'rinda ekan. 3 million 200 ming rasmiy qorisi bor ekan. O'rtacha yilda 150 mingta qori chiqargan. Hindiston ekan, ikkinchi o'rinda. Yo'q, Hindiston afsuski 8 taligimizda yo'q. Bangladeshmi? 2-o'rinda ekan. Yaramaz qaydan ketishini bilib oldim. 1 million 600 ming qorisi bor ekan. Nigeriya. Yo'q, 10 taligida yo'q. O'rta Osiyodan ham bormi? Yo'q. Son jihatidan 10 talikka kirmagan. Turkiya. 7-o'rinda ekan. 200 mingta rasmiy qorisi bor ekan. 3, 4, 5. Yordam qiling ozgina, nima bu? Afrika davlatlaridan bor. 5-o'rinda Liviya bor ekan. 1 million 100 mingta rasmiy qorisi. 4-o'rinda Marokash bor ekan. 1 million 300 mingta. 3-o'rinda eng kambag'al davlatlardan bittasi Mavritaniyada 1 million 400 mingta rasmiy qori bor.